Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammaga xayrli kech. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tdimi kuninglar? Men sog'indinglarmi? To'g'risini aytinglar. Men sizlarni sog'indim. Aktiv bo'lishga harakat qilaman, lekin nima qilay? Yuvib qo'yaman-da shunaqa. Xo'p, yuvib qolganimni yuvish maqsadida yengillik bilan chiqdim. Yengillikni postda ko'rsanglar bo'ladi. Fanta uchun olgan rolikimiz baho berasizlar degan umiddaman. To'g'rirog'i yaxshi baho berasizlar degan umiddaman. Chunki men o'tda o'zim Fanta uchun qo'shiq aytganman. Ovozim chiroylimi, yo'qmi? Kommentda yozib fikringizni bildirib ketinglar. Menga reklama roliklarni mana shunaqa formatda olish nimagadir juda ham yoqyapti shu kunlarda. Qo'shiq aytish, chunki o'zim juda ham yaxshi ko'raman qo'shiq aytishni. Может, поэтому yoqyotgandir. Nima deysizlar? Mana shunaqa formatdagi reklama roliklarni sizlar mazza qilib tomosha qilgan bo'larmidinglar, yoki boshqacha formatdagi reklama roliklar yoqadimi sizlarga? Yozib ketinglar. Bizga qiziq. Nafaqat reklama roliklarni, balki o'zimni yo'nalishimni ham shu qo'shiqqa ozgina yo'naltiryapman. Xudo xolasa balki avtorskiy qo'shiqlarimni ham chiqararman, chunki men yoshligimdan aktrisa bo'lishni emas, balki qo'shiqchi bo'lishni juda ham xohlaganman. Aktrisa bo'lishni ham xohlaganman, xullas mashhur bo'lishni xohlaganman. Endi masalan hamma vaqt o'tgan sari yo'nalishini, qiziqishlarini o'zgartiradi. Takji men ham qo'shiqqa bo'lgan qiziqishim hech ham yo'qota olmadim. O'shaning uchun nima deysizlar? Sizlar fikringiz menga har doim qiziq bo'lgani uchun so'rayman. Avtorskiy qo'shiqlar chiqazaymi? Mana shunaqa yo'nalishda ketaveraymi? Yoki nimadir boshqa narsa o'ylab topaymi? Nima deysizlar shunga? Sizlar nima deysizlar, shuni qilaman.